Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlarimiz. Xudo xolasa bugun Samarqand viloyat Marjafon tumani, ya'ni Chandir mahallasidamiz. Ekranda ko'rib turganingizdek, bugun Tunuka Fonch akalarimiz ajoyib xizmatlarini qisqaroq tanishtirib o'tamiz do'stlar. Hamma mahsulotlar o'zlaridan, hatto lisensiyagacha do'stlar. Hozir lisensiya ham ancha pul bo'ladi, o'zlaringiz bilasizlar. Xizmatlar kelishilgan narxlarda bo'ladi do'stlar. Akalar bilan hozir qisqa Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Xudo xolasa ekranda nomerlarga chiqaverasizlar. Bizda 100 dan ortiq fasonlarimiz bor. Undan tashqari tunikalarimiz qalin, sifatli, ranglari uchmaydigan ustalarimiz Lisa, Rika, Samaris, Krepsa, Kelis, Svitenlik, plafon, chetiga nov turbalarni ham tushirib ustanovka qilib beramiz. Hammasi ichida. Xizmatlar 12 viloyatga. Xizmatlarimiz 12 viloyatga, xudo xolasa. Mana do'stlar, bitta qilamiz. Juda chiroyli fasonlarda chiqarib berishyapti. Obunachilar, mana Akbar domlalarimizni o'zlari bilan ham batafsil narxlari, ish jarayonlari, nimalar haqida o'zini fikrlarini, muhim aytishlari mumkin. Domla qanday ustalarimiz, tunuka fon mahsulotlari, qulayliklari qanday ekan? Sizga ma'qulmi? Ma'qul bo'ldi. Ustalarimizni YouTube, yani shu internet tarmoqlari orqali ishlarini kuzatganman, to'g'risi. Qayerda ishlagan, nima qilgan shu tarmoqlar orqali kuzatdik. Ishlari ma'qul bo'ldi. Chaqirdik, suhbatlashdik. Mana bir haftadan beri shu yerda bitta oila bo'lib, jo'ra bo'lib ishlayapmiz mana. Ishlar yomon emas. Mana ko'rib turibsizlar. Hamma joyda, sifati ham juda ham yaxshi. Muomalasi joyida. Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Hech qanday muammo kuzatilgani yo'q hozircha. Hammasi zo'r. O'qituvchiga mos ekan. O'zingiz domla insonsiz, hammasi. Ha, yo'q, zo'r, hammasi. To'g'ri, juda ham hammasi. Narx-navolar ham qulaymi sizga? Narx-navolar ham juda ham qulay ekan. Ish qilib o'qituvchilar ishlatsa ham bo'ladi ekan. O'qituvchilar ishlatadigan holatda narx-navolar ham juda ham yaxshi. Asosiysi shu insoniylikda. Insoniylik bor nimalar ekan, ustalar ekan. Jo'ra bo'lib, mana bir haftadan beri mana jo'ra qalin bo'lib ketdik, to'g'rimi? Juda qalin. Juda qalin bo'lib ketdi. Xudo xolasa bugun nasib bo'lsa bugun topshiradi. Bugun nasib bo'lsa tugatsak, hammasi joyida. Bugun kechga keyin ustalarimizga aytamiz, faqat tugatgandan keyin ketib qolish yo'q. Chandirga kelsa bir kirib, salom-alik qilib, va bir piyola choy nasib bo'lsa, ana shu darajada yo'rib bo'lib qoldik, qalinlashib ketdik. Ya, malades, yigitlar zo'r ekan. Sizga sog'lik, salomatlik, kechga topshirib nasib bo'lsa. Rahmat, sog' bo'ling, aman. Bo'p.